Hazır Tianşan rayonidagi uylarning bahsi ziyiniga mengmatıdır. Cuma birisi 200 ming koy jonşu qiladi, bu ziyan bo'ladi. Yana siz uy ko'yga kelganda 100 ming koy bahat alaysiz. Bugun chiqqan bir uy bor. Mushuningmi jonşusini qilib 2 yil bo'lgan. Sizning uchun bu uy qandaqdir? Bir ko'rib boqaylik. Mana uyning ichiga kirdik, 140 kvadrat 4 yotoq, 2 tozliq uy, 2 zalliq. Uyninki jonşusini qilib 2 yil bo'lmadi dedi. Hozirmi uyingiz turayotgan uylar mana bu yerlarda mimarlarning o'ziga yerlar chiroyli qalat qilibdi. Ishdan kirgan yeri ishlarni qaytadan yangidan almashtirgan ishlar mimarlik chiqdi. Anadagi ikki taraf bo'lib qolsa bizning kristallarni tuzilgan o'rinlar. Mana bu yerda hozir sanab baksangiz bo'ladi 8 kishilik odam mana cho'chirni tayyorlab qo'ydik sizga. Cho'chirni yetkazsangiz bo'ladi degan gap. Endi uyning oshxonasini ko'rib beqing ha. Oshxonasi nayt kengri 140 kvadrat 4-chi qavatdagi uy. Har qaysi yurtning gonjindekdan shayadaklarni normal qila olamiz. Eng yaxshi yeri endi bizningki aram elish rayoniga keldik. Ya'ni yotoq qismiga keldik. Tatamiyalar qiliqliq, ishkoplarning hammasini to'liq olib chiqiriqliq, derazalari bor, kun olmish yaxshi ya. Anadan sol tarafda yana ikkinchi yotoq qo'y. Ikkinchi yotoq qo'yning ishlarini ko'rib beqing. Bu hamma bizningki kichikroq chiqadi, cho'nglarning kichiklarning yotoq qo'y qilib bersak bo'ladi. Shunga mos keladi degan gap. Ustunlardan boshlab hammasi yangilar qiliqlar siz uchun. Uchinchisini ko'rib beqing. Uchinchi yotoq qo'yni ko'rib beqing. Bu xas hujuri bo'ladi, buning ayrim yana tozliq uyi bor. Tozliq uyining ichilarini tatiytinglar. Hamma narsa to'liq qalat qiliqliq. Anadan ammaviy tozliq uyini ko'rib beqing. Ammaviy tozliq uyining mo ichilari kengri. Anadan 4-chi yotoq qo'y. 4-chi yotoq qo'y dal mushuning yenida. Bu uy qarmoqqa nayt kengri ozoda ham ratlik holatdagi bir xushing. Agar mushunday ehtiyojinglar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Basni nayt muvaffaq deyishlaymiz. Agar mush uylarni ko'rib boqmoqchi bo'lgan do'stlar bo'lib qolsa, telefon nomerim 136 499 86 99.